To'xtang. Agar videomiz sizgacha yetib borgan bo'lsa, demak siz ham kimgadir yaxshilik qilib savob ulash imkoniyatiga egasiz. Kecha biz tasvirga olishga uylariga borgan Mustafo bugun ahvoli biroz og'irlashib, onkologiya, bolalar gematologiya qon quyish markaziga olib kelingan. Ertalabdan eshitib to'g'risi juda xafa bo'ldik. Kecha bizni kimligimizni bilmaydi, vrach deb o'ylab Mustafo bir savol bergandida, "Opa, yashab ketamanmi?" deganda ijodiy jamoamiz to'g'risi biroz larzaga keldik-da. Bugun birgalikda mana shu savolga javob qidirib, imkonini qidirishga harakat qilamiz. Mustafoning oyisi hozir birozgina tushkunda-da. Mustafoga ehson pulimiz bor deb uylariga aldab chaqirgan o'sha yoshi ulug' inson eshitib, ko'rib juda xafa bo'ldik-da. Biz o'zbekmiz. Og'ir kunimizda dalda bo'lish o'rniga to'g'risi nima deyishga ham hayronmiz-da. Mustafoning nomlaridan ochilgan kartalardan foydalanib kelib yurgan siz ham ayol kishi ekansiz. Sizdan ham juda qattiq xafa bo'ldik. Mustafoning onasi hozir ochiq turgan eshikka mo'ralab turibdi-da, umid bilan. Kim kelsa najot so'raydi-da, yordam bering deb. Bu ham siz uchun beriladigan bir imkoniyat. Hozir nima bo'ldi? Kim qayerda, pul qayerga ketdi degan savoldan bugun biroz chetlashdik-da, chunki Mustafo bu yerga kelib bo'ldi. Ahvoli biroz og'ir. Birgalikda birlashaylik. Sizlar uchun ham berilgan imkoniyatda borig'i 2000 so'mdan o'sha uning orqasidan foydalanib keladigan blogerlar, yosh ulug' insonlar. Mayli, bugun birlashaylik. Xafachilik to'g'risida ertaga gaplashamiz. Mustafoni sog'ayib ketishi uchun tezlik bilan Turkiya davlatiga jo'natishimiz kerak. Buning uchun bizga $20,000 miqdorida pul mablag'i kerak bo'ladi. Vaqtimiz juda ham kam qolgan. Tezlik bilan harakat qilmasak bo'lmaydi. Buning uchun sizlarga murojaat bilan chiqishga majbur bo'ldik. Agarda video siz oldingizda chiqqan bo'lsa, menda mablag' yetarli emas, meni qo'limdan hech narsa kelmaydi deb o'tirmang. Borig'i bittagina like bosib yaqiningizga jo'natib qo'ying. Balki unda imkon bordir. O'zingiz uchun ko'zga ko'rinmaydigan mayda pistami yoki kofemi, oddiygina suvga ishlatadigan pulingizni ehson sifatida bering. Siz uchun hech qanday qiymatga ega emasdir, lekin Mustafoni hayoti uchun juda muhim. O'sha ehsoningizni ekranda ko'rib turgan karta raqamlari orqali amalga oshirishingiz mumkin. Xuloslar qiyin bo'lyapti. Keyin qiyin bo'lgani uchun 3 oy tepay qolib ketdik-da. Ilgan o'zi bolastik 3-4 marta Moskvaga ilgich anons 360 dollardan jo'natdik. 4 marta jo'natdik. Keyin kuchli himil oldi F1, F2. Hozir kunduzgi bo'limdamiz. Tepaga birinchi olarkanmiz endi chiqib. Bitta farzandim bor. O'quvchim yo'q. Yo'q. Bitta onam bor, o'g'lim o'zim. Hozir buni bir kunga yechingiz hech qildimi? Bir kunga har xilda. Bo'limdan ham qilishadi dorilar. Agar bo'limda yo'q bo'lsa, o'zimiz olamiz past. Hozir mana shu Toshkentga kelguncha qancha muddat davolanish bo'ldi? 7 oy bo'ldi. 7 oydan beri tinimsiz davolanyapsiz. Shunaqa. Qashqadaryoda 5 kun davolandik. Kasallik boshlanishi, keyin Toshkentga olib bormasalaring bo'lmaydi dedi. Toshkentga olib keldim, mana 7 oydan beri Toshkentdamiz. Nasib qilib men Turkiyaga olib ketmoqchiman. Doktorlar bilan gaplashdik. Bir kurs lecheniya o'sha yerda olishimiz kerak ekan. 1 oy davomida. 1 oy davomida. Kasallik boshlanishi Qashqadaryoda bo'lgan. Uyimizda bo'ldi. Bola qo'rqadigan bo'lib qoldi. Televizor sal baland qilsak ham qo'rqadigan bo'lib qoldi. Televizorni pasaytir. Kimdir oldiga kelsa ketsin, u qo'rqib qoldi-da. Asta oyog'i ozgina yursa ham charchaydigan bo'ldi bu bola. Holsizlanib boshlandi. Keyin doktorlar ko'rsatdik, suyagi yumrilishi dedi. Keyin bizlar
Hamma doktorga bordik, shaharga bordik, Shahrizabzga bordik, Qarshiga bordik, Kutubga bordik. Hamma aytdi suyagi yemilishi, massajga bordik, kalsiy ichiradi. Qoni past chiqsa qon ko'paytiradigan dorilar yozadi. Hech aniqlanmadi bu oqqonligini. Keyin ranglari oqarib ketgandan keyin, yurolmay qolgandan keyin Samarqandga olib bordik. Samarqand aniqlab berdi. Keyin tez Qashqadaryoga boringlar. Qoni 28 ga tushib ketgan ekan. Keyin biz bordik. Buni qon gruppasi topilishi qiyin ekan yoqda. Keyin topib berishdi, qon qo'yishdi, 5 kun qarashdi. Bolani o'smalar bilan jonlantirib oldida. Keyin biz Toshkentga jo'natishdi. Toshkentga soat 5:30 da keldik, 7:30 da bo'limga olib chiqishdi. Doktorlar qarashdi. Hozir 6 yoshda. 6,5 yosh. Keyingi yil maktabga chiqadi. Nasib. Keyingi yil maktabga chiqish mumkin emas ekan bularga 5 yil davomida. Sababi nima? Sababi chunki bular davolanish davomida mana muhitdan uzoqroq bo'lish kerak ekan. Shovqindan, muhitdan, tozalikda, uyda tinchda. Keyin o'zlari bitta o'qituvchi ajratib berar ekan, uyimizga kelib o'qitib ketar ekan. 5 yil davomida bola maktablarga chiqish mumkin. Davolanish sistemasida bo'ladi, o'qiydi. Hozir biz bo'limda 3 oy davolandik. 3 oydan keyin hozir yana pastki bo'limga 2 oy, endi bo'limga yana 1 oy chiqasizlar deyishyapti. Undan keyin 4 oylik kursimiz bor. Undan keyin 1 yil 8 oy yana davolanamiz. Padeshkaga hozir limitsiyadamiz. Padeshkasi 1 yil 8 oy davom etadi. Почти 2,5 yil degani. Oilaviy qarashadigan hech kimlik yo'q. Yo'q, hech kim yo'q. Qarindosh urug'larchi? Qarindosh urug'lar shu paytgacha qarashdi. Hozir ularning oilasida o'qitganlari bor. Ularga ham qiyin, masalan. Akam yo'q, bitta qizim oilada. Onam bor, o'g'lim bor. Qidirgan paytimiz siz ukolga ketgan ekansiz, qatnab olaman opa dedingiz. O'zi emas lekin. Shunaqa bugun aptekaga ham qarz yozdirib, dorilarni olib chiqqandik. Hali sizlar telefon qilib qoldingizlar. Rahmat yetkazganiga shukr sizlar. Bugun bilishimizcha Mustafa kun davomida hech narsa yemagan. Ukollar olgan, hozir kech bo'lganda mana bu narsalarni olib keldik. Shu bilan ovqatlandi, ko'rdik. U ham ehson sifatida berilgan. Shu o'rinda rahmat aytamiz xabar olib turganlarga. Holini so'rab eshitib, telefon qilib chaqirgan bugun ehson beramiz deb. Sizga gapirdim, voy ovora bo'lmay kartangizni tashab bersa bo'lmas ekanmi dedim-ku. Shunday ehson beraman dedi, kelib keting dedi, plastigimizda yo'q dedi, o'zingiz kelib keting dedi. Borib olib Yig'lamang, yig'lamang Shahnoza, hali hammasi yaxshi bo'ladi, yig'lamang. Borib olib keldim. Bo'lim ko'p hech narsa yegani yo'q edi. Hozir yeganini ko'rdik. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, yig'lamang. Mayli, dadasi ham bir kun kelib xabar olib qolar, eslab qolar. Xabar olsa Sababsiz hech nima bo'lmaydi-da. xabar olgani yo'q shu paytgacha. Holi qanday bo'ladi? Nima bo'lyapti? Dorilarga pul bormi? Dorilaring bormi deb hech so'ragani yo'q. Yig'laganingiz Mustafa ko'rmasin. O'zi bo'lmaydi, 7 oy davomida siz sabringizga qoyil qolish kerak. Har kunlik bola 10 kun kasal bo'lsa, o'zim onaman bilaman-da. O'zim qo'yarga joy topolmayman. 10 kun shamollagan bolaga chidab qarolmayman-da. Yig'lamang. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Alloh sabr bersin. O'sha Turkiyaga chiqib ketish pulini imkon qadar yig'ishga harakat qilamiz. Bugun mana ehsonimiz ochiladi. Inshaalloh birinchi qadam qo'yamiz. Yordam beramiz. Yordam ber, yig'lamang. Bittada o'g'lim. Voy, yig'lamang. O'g'lim tuzalsa bo'ldi. Yig'lamang, tuzalib ketadi, u yaxshi. Tuzalishiga imkon qadar yordam beramiz.
qo'limizdan kelgancha hammamiz birlashamiz. Shu o'rinda bitta ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Gematologiya markazidan Mustafoni onasini qidirib topgan paytimizda telefonlashganimizda Mustafoni onasi ko'chada farzandini ko'tarib qatnab klinika lecheniya olib yurganini eshitdik-da. Yotadigan joy yo'q edi-da. Shu o'rinda rahmat aytmoqchiman. Mana shu uyni bizga ijaraga berib turgan insonlarga, biz bilan birikkan, yordam qo'lini cho'zadigan hammaga rahmat aytmoqchiman. Yana bitta narsa, Mustafoni dadasi Jasur aka, Qashqadaryolik Jasur aka, iltimos sizdan imkoningiz bo'lsa, farzandingizdan bir martagina xabar oling. Unga hozir hech narsa kerak emas-da. Bor yo'g'i bir kuningizni ajratib, bir hol so'rab keling. Farzand Alloh tomonidan berilgan eng ulug' ne'mat-da. O'zimning farzandlarim bor, agar bolalarim bir oydan ortiq ko'rmasam, qo'lim ishga bormaydi, hech narsa ko'zimga ko'rinmaydi-da. Shahnoza 7 oy davomida kecha kunduz bolasiga Farg'onada meni syomka uchun kelganmiz. 2 soat o'sha muhitga chidolmadik-da biz. Iltimos sizdan bir martagina xabar oling. Kimga mana shu video yetib borsa, agar yetib borishiga yordam beringlar, Mustafoni dadasiga. Iltimos sizdan yordam bering. Keling, xabar oling farzandingiz Mustafoni Turkiya davlatiga davolanish uchun jo'natishimizga $20,000 miqdorida pul mablag'i kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Erkakmi, ayolmiki mo'min bo'lgan holida yaxshiliklar qilsa, ana o'shalar jannatga kirurlar va ularga qilcha ham zulm qilinmas. Niso surasi 124-oyat. Ey inson, umr juda qisqa, vaqt hech qachon ortga qaytmaydi. Jon vujudni tark etmasdan oldin harakat qilib qol. Oxiratda mukofot yoki jazo olishingga qilgan amallaring sabab bo'ladi. Bu dunyo bir imtihon, sinov maydonidir. 5 kunlik dunyo deydilar.